Ichki ishlar akademiyasiga qachondan boshlab hujjat topshirilishi va shu bilan birga Ichki ishlar akademiyasiga qo'shib yana ikkita harbiy oliygohga birdaniga hujjat topshirilishi haqida qisqacha ma'lumot. Ichki ishlar akademiyasiga butun respublika miqyosida 15-noyabrdan 1-aprelgacha hujjatlar qabul qilinadi. Endi hujjatlarni siz tumaningizdagi ichki ishlar bo'limlariga olib borishingiz kerak bo'ladi. Imtihon dasturlariga keladigan bo'lsak, Ichki ishlar akademiyasida birinchi chuqurlashtirilgan medko'rik, ya'ni tibbiy ko'rik bo'ladi. Imtihonlari bo'lsa, oxirida iyul oyida Ichki ishlar akademiyasining o'zida 3 kun davomida bo'lib o'tadi. Ya'ni birinchisi jismoniy tarbiya va medkomissiya bo'ladi akademiyaning o'zida ham. Ikkinchisi bayon va ingliz tili. Mana shu 3 ta imtihondan siz 90 balldan 45 ball to'plasangiz, keyingi imtihonga qo'yilasiz. Keyingi imtihon bo'lsa, huquq, tarbiya va O'zbekiston tarixlaridan suhbat tarzida amalga oshiriladi. Baholanish tizimiga keladigan bo'lsak, huquq 55 ball, tarix 30 ball, tarbiya fani 20 balldan baholanadi. Ushbu akademiya haqidagi batafsil ma'lumotlar va yana qo'shimchasi ikkita harbiy oliygohga qanday topshirish mumkinligi haqida ikkinchi videolarimiz yoki keyingi videolarimizda qo'yib boramiz. Uning uchun sahifamga obuna bo'ling.